Mirmuhsin o'zbek adabiyotining sermahsul va ko'p qirrali ijodkorlaridan biri. O'zbekiston xalq yozuvchisi. Mirmuhsin ijodini shoir sifatida boshlagan va o'zbek adabiyotida ilk she'riy roman muallifi hisoblanadi. Mirmuhsinning Me'mor romani o'zbek adabiyotidagi eng sara tarixiy asarlardan biri bo'lib, unda 15-asr Temuriylar davri muhiti, san'atkor qismati va xalq hayoti keng ko'lamda yoritilgan. Roman 15-asrda Movarounnahr va Xurosonda me'morchilik san'atining gullab yashnagan davrini tasvirlaydi. Adib asar markaziga shunchaki bino qurilishini emas, balki o'sha mahobatli obidalarni yaratgan ijodkor shaxsning ruhiy olami, uning iymoni va xalq oldidagi mas'uliyatini qo'yadi. Me'morchilik bu yerda faqat tosh va ganchdan imorat tiklash emas, balki toshlarda bitilgan doston sifatida talqin qilinadi. Najmiddin Buxoriy romanning bosh qahramoni iste'dodli va o'z kasbiga sadoqatli usta. U Shohrux Mirzo zamonida Hirotga keladi. Najmiddin uchun bino qurish millat ruhini abadiylashtirish demakdir. Romanda Temuriylar saltanatidagi shohlar va shahzodalar o'rtasidagi taxt kurashlari, saroy o'yinlari hamda oddiy xalqning og'ir turmushi qarama-qarshi qo'yiladi. Iste'dodli san'atkorning shohlar zulmi va saroy muhitidagi fojiali qismati asarning asosiy dramatik tugunidir. Mirmuhsin asarda 15-asrga xos bo'lgan me'morchilik atamalarini mahorat bilan qo'llagan. Bu esa kitobxonni o'sha davr atmosferasiga to'liq olib kirishga xizmat qiladi. Asar o'quvchini nafaqat tarix bilan tanishtiradi, balki vatanparvarlik, ijodga sadoqat va insoniy qadr-qimmatni asrashga undaydi.